Peptidlar, ya'ni ozdiruvchi, qondagi qandni tushiruvchi, yog'ni erituvchi hamda yoshartiruvchi ukollar haqida ma'lumotlarni siz uchun taqdim etaman. Ularning yaxshi va yomon tomonlari haqida batafsil gaplashamiz. Assalomu alaykum, men Yunusova Aziza Bahramna, oliy toifali 20 yillik stajga ega bo'lgan endokrinologman. Hozir sizlarga peptidlar haqida gapirib bermoqchiman. Hozirgi kunda O'zbekistonda ozdiruvchi yoki qondagi qandni tushiruvchi bir necha guruh preparatlar mavjud. Bu preparatlar ko'pincha ikkiga bo'linadi: semaglutid hamda tirzepatid. Semaglutid bu nisbatan arzonroq va odamlarga sotib olishga qulayroq preparatlar bo'lib, asosan semaglutid preparatlarini qondagi qandni tushirish uchun ishlab chiqarilgan. Bu preparatlar nima qiladi? Semaglutid preparati oshqozonni kichraytirish hamda bosh miyada ishtaha tochkasini pasaytirish, ya'ni ishtahani kamaytirish hisobiga yeyishni kamaytiradi hamda sizda doimiy to'qlik hissini paydo qiladi. Bu degani, qandli diabet insonlarga biz doim birinchi o'rinda parhez deymiz. Parhezni agar o'zini ichki kuchi bilan qila olmasa, demak semaglutid preparati sizga parhez qilishingizga yordam beradi. Eng yaxshi tarafi, u preparatlarni olganingizdan keyin siz shirin ichimliklar ichgingiz kelmaydi. Shirin ovqatlar, shirinliklar yegingiz kelmaydi va asosiysi xamir ovqatni yeyolmay qolasiz, chunki oshqozoningiz kichraygan. Agar yeb qo'yadigan bo'lsangiz, siz u ovqatni hazm qila olmaysiz yoki qaytarib yuborish yoki ichib ketish holatlari kuzatilishi mumkin va yog'liq ovqatni ham yegingiz kelmaydi, chunki u sizni ko'nglingizni aytib qo'yishi mumkin. Shu bilan sizga qandni tushirish uchun parhezni preparat, ya'ni semaglutid preparati qilib beradi. Semaglutid preparatini qanaqa ishlatadi deb so'rashadi. Semaglutid preparati haftada bir marta qilinadi. Semaglutid preparatini har hafta aynan bir kun qilinadi va qolgan payt sovutgichni eshigida saqlab turiladi. Har gal qilinganda ninalari almashtirilishi kerak. Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida semaglutid preparatlarning har xili bor. Eng ko'pi bu Ozempic, Semavik, Wegovy preparatlari bo'lib, ulardan foydalanish uchun albatta oldin endokrinologda maslahat o'tish kerak. Nimaga? Chunki har bitta dorini to'xtalib o'taman. Har bitta dori, hatto boshingiz og'rig'iga ichadigan doringiz ham yaxshi va yomon taraflari bor. Xuddi shunaqa qilinadigan, ozdiradigan, yoshartiradigan ukollarning ham yaxshi va yomon tarafi bor. Shuning uchun endokrinolog ko'rigidan keyin, maslahatdan keyin qilish mumkin. Endi esa qimmat bo'lgan, hamma qiziqadigan tirzepatid preparatlari haqida gapirib beraman. Tirzepatid deganda bu Mounjaro, Tirzetta, Sijara preparatlari hisoblanadi va bularni ham xuddi semaglutidga o'xshab haftada bir marta qilinadi. Uni nima yaxshi tarafi bor? Yaxshi tarafi shundaki, u faqatgina bosh miyadagi ishtaha tochkasini kamaytirib, pasaytirmasdan oshqozonni kichraytiradi. Ichaklarda ovqatlar o'tishini kamaytiradi va jigar orqali shirin uglevodlarni yog'ga aylanish prosesini kamaytiradi. Bu degani, faqatgina ustki qismingiz ozmaydi. Ichki organlaringizda, ya'ni jigarda gepatoz bo'lsa, kamayadi yog', gepatoz kichrayadi, ya'ni jigar razmeri kichrayadi. Ikkinchidan, oshqozon razmeri kichrayadi va siz ko'p ovqat yeyolmaysiz. Uchinchidan, siz chiroyli ozganingiz hisobiga teri taranglashadi, oqaradi va yuzdagi dog'lar kamayadi. O't qopi yaxshiroq ishlaydi, lekin hamma narsaning yomon tarafi bo'lgandek, bu preparatlarni agarda qalqonsimon bezda tugullar bor bo'lsa, agarda sizni ota-onangizda qalqonsimon bezda o'simtalar bo'lgan bo'lsa, qabul qilish mumkin emas. Faqatgina endokrinolog o'zida qalqonsimon bezingizni tekshirgandan keyin, haqiqatan mumkin degandan keyin qilishingiz mumkin. Yana bitta yomon tarafi, sizda ishtaha kamaygandan keyin ovqat kam yeyishni boshlaysiz va ovqat kam yeganingizdan keyin o't qopida o't dimlanishi kuzatilishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa siz har kuni kamida 2-3 litr suv ichishingizga to'g'ri keladi. Va yana bitta yomon tomoni, ichaklarni peristaltikasini sekinlashtiradi. Bu degani, siz ichingiz qotishi mumkin. Demak, ich qotmaslik uchun har kuni kamida 2-3 soat piyoda yurishingiz kerak. Nimaga? Oyoqda yurilganda ichaklar harakati tezlashtiriladi va ichingiz kelishga moyilligi balandroq bo'ladi. Kletchatkalar ko'proq yeyish kerak bo'ladi. Har bitta preparatda yaxshi va yomon tarafi bo'lganidek, bu preparatda bittagina yomon tarafi bor deb bilaman. Bu ham narxini balandligi va
O'zbekistonda ko'pi litsenziya olmaganligi. Lekin shunga qaramasdan preparatlar sotuvda bor. Sotib olishdan oldin albatta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Semaglutid ham, tirzepatitda ham albatta sovuq holatda olib kirilishi kerak. Chunki uni ichida oqsil, agar oqsil xona temperaturasida qolib ketib qolsa yoki issiqda qolib ketib qolsa, 5-10 daqiqada parchalanish va keyin umuman ishlamaslik xususiyatiga ega. Bu degani qimmatga sotib olgan doringiz ishlamay qolishi mumkin. Hamda preparatlarni poddelkasi paydo bo'lgan. Ya'ni shpris ruchkalarni olib, uni o'rni ichiga boshqa dorilar sotish holati yoki preparatlarni boshqa yoqdan olib kirib, ularni original emas narsalarni sotish holatlari uchrayapti va bu ko'pincha shifokor bo'lmagan insonlarda kuzatilyapti. Shuning uchun agar ongli tarzda ozmoqchi bo'lsangiz, qondagi qandni tushirmoqchi bo'lsangiz, yosharmoqchi bo'lsangiz, faqatgina shifokorga murojaat qilishingizni so'rayman. Eng yomon tarafi bu preparatlarni insonlar o'zi sotib olib yoki o'zi chet elga chiqqanda olib kirib, xohlagan dozada, xohlagancha o'ziga o'zi qilyapti va asoratlari bilan albatta yana shifokorga murojaat qilishyapti. Eng ko'p uchraydigan asoratlari: birinchidan, oshqozon osti bezini o'tkir yallig'lanishi, ya'ni o'tkir pankreatit holatlari. Nima kuzatiladi? Qusish, ich ketishi, bel va qorin sohasidagi qattiq og'riq hamda tana haroratini oshishi kuzatilishi mumkin. Bunda faqatgina shifokor yordamida statsionar holatda sizni holatingizni to'g'rilash mumkin. Ikkinchi narsa, o't qopda agar tosh bo'lib tursa, siz o'zingizga o'zingiz shifokorsiz qilgan bo'lsangiz, bu tosh tiqilib qolish holati bo'lishi mumkin. Bunda ham sizga faqat jarroh yordam beradi, ya'ni o't qopini olib tashlash kerak bo'ladi. Va dozani katta qilib yuborganda juda ham holsizlik, tellash va og'ir holatlar berishi mumkin. Shuning uchun maslahatim, har bitta preparatda qanaqa yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, u preparatni ishlatishdan oldin shifokorga murojaat qilinglar. Preparatlar haqida har xil reklamalar chiqqan, har xil roliklar bor. Manjaro yomon, Ozempikdan keyin bundoq bo'ladi degan reklamalar bor. Ularga ham o'zim fikrimni aytib o'taman. Har bitta yangi preparat chiqqanda u haqida yaxshi ma'lumotlar ham ko'paygandek, yomon, fake ma'lumotlar ham ko'payadi. Ya'ni odamlarda qo'rquv bo'ladi. Faqatgina bitta odamda yomon holat kuzatilsa, ular bu haqida hamma bilish kerak deb ma'lumot berishadi. Lekin yaxshi tomonlarini shifokor sizga aytib beradi. Haqiqatda bu preparatlar butun dunyoda o'rganib chiqilgan. Qandli diabetda bular birinchi qadam preparatlar hisoblanadi. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklarini oldini oladi, infarktni oldini oladi, insultni oldini oladi. Odam ozgandan keyin jigar gepatozi, sirroza oldi olinadi. Hamda oyoqlarda suyak yemirilishi, qon tomirlarning kengayib ketishi holatlari kamayadi. Ozgani hisobiga onkologik kasalliklar kelib chiqishi yoki o'smalarning so'rilishi yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun preparatlardan foydalanilish kerak, chunki hayot oldinga ketyapti, rivojlanish oldinga ketyapti, yangi preparatlar ishlab chiqilyapti. Ularni to'g'ri ishlatsak, biz ham chiroyli davolab, odamlarni ozdirib, hech qanaqa asoratsiz yashashlik mumkin. Yana bitta narsa esimdan chiqib qolmasa, aynan qandli diabetni tuzatish uchun bu preparatlar ishlatilishi mumkin. Bergan ma'lumotlarim sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Hammanglarni qabulda kutib qolaman. Endokrinolog Aziza Bahramni. Shunga o'xshash ma'lumotlardan bilishni istasangiz va albatta bu ma'lumotlarni shifokordan eshitishni istasangiz, obuna bo'lishni unutmang.